Rasman Carlo Ancelotti Real Madridni tark etadi va jamoa allaqachon uni o'rniga yangi murabbiy topib qo'ydi. Vinicius esa Realdan Mbappedan ko'proq pul so'rayapti. Rafinha Barselonadagi kelajagi haqida gapirdi. Barselonaning murabbiyi Hansi Flick karyerasini yakunlamoqchi. Sporting esa Gyökeres uchun narx qo'ydi. Shu va boshqa xabarlar haqida biz hozir siz bilan gaplashamiz. Do'stlar, endi kanalimizda futbolchilar maoshlari, ular haqida faktlar va to'plardan tashqari endi yangiliklar haqida ham videolar qilamiz. Ming bor uzr, bir oyga yo'q bo'lib qoldim. Ya'ni YouTube kanalimizda uzun videolar chiqarmadim. Endi esa qo'ldan kelgancha videolarni ko'paytiramiz. Siz esa hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Kelinglar, bir kunda 700 ta like yig'adigan bo'lsak, ertasi kuni sizlarga yana ko'proq yangiliklar haqida video chiqaraman. Boshlashimizdan oldin yana bitta narsa, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida sizlarni yoqtirgan quiz kutmoqda. Bo'ldi. Endi esa yaxshilab o'tirib olinglar, yeyishga narsalar olinglar, chunki biz boshladik. Kelinglar, birinchi bo'lib aynan Real Madrid haqida gaplashamiz. Masalan, Carlo Ancelotti Realni tark etishi rasman bo'ldi. Bu haqida Telegram kanalimizga obuna bo'lgan odamlar allaqachon bir necha marta eshitishgan. Uning o'rniga esa Xabi Alonso, hozirdagi Bayernning bosh murabbiyi, jamoalar o'rtasida bo'lib o'tadigan jahon chempionatidan keyin rasman Madridning asosiy murabbiyi bo'lar ekan. Ancelotti esa Braziliyaning terma jamoasining bosh murabbiyi bo'lishga yaqin bo'lib turganida esa Real Madridning prezidenti Florentino Perez kutilmaganda uni jamoalar o'rtasidagi bo'lib o'tadigan jahon chempionatidan keyin ishdan bo'shataman deb aytibdi. Braziliya esa u paytgacha kutish niyatida emas va agar Ancelotti bir necha haftada o'zining kelajagini hal qilmaydigan bo'lsa, ular boshqa murabbiylarni qarashmoqchi ekan. Bu hali hammasi emas. Masalan, Vinicius haligacha Real bilan yangi shartnoma bo'yicha kelishuvga erisha olmadi va bir xil ma'lumotlarga ko'ra u Kylian Mbappedagi oylik topmoqchi, boshqalarga ko'ra u Kylian Mbappedan ko'proq maosh olmoqchi ekan. Eslatib o'tamiz, Saudiyaning noma'lum klubi Viniciusga 5 yilga 1 milliard yevrolik shartnoma taklif qilgan. O'yinchi esa hali javob bermagan va uni fikricha saudiyaliklar unga 1 milliard taklif qilishayotgan bo'lsa-da, Real Madrid yotganda uni jamoadagi eng katta maoshli o'yinchi qilishi kerak ekan. Sizcha nima deb o'ylaysiz? Vinicius katta maoshga arziydimi? Rafinha unga o'tgan yili Saudiya jamoalari katta miqdorda pul bilan shartnoma taklif qilishganligini tan oldi. Uning so'zlariga ko'ra, u o'sha paytda Barselonada o'zini baxtli his qilmagani uchun rozilik berishga oz qolganligini aytdi va menimcha rostdan ham to'g'ri qaror qabul qildi. Chunki hozirda u oltin to'pni olish uchun bosh nomzod va agarda mavsumning oxirigacha shu darajani ushlab qoladigan bo'lsa, undan tashqari Chempionlar Ligasini yutadigan bo'lsa, unda hech qanaqa raqobatchilik bo'lmaydi. Yoki mana bu 17 yoshli bola meni gapimga qo'shilmasligi mumkin. Fabrizio Romano, futboldagi eng mashhur jurnalistning so'zlariga ko'ra, Hansi Flickning oxirgi jamoasi bu Barselona bo'lishi haqida ma'lumot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda jamoa bosh murabbiy bilan kontraktni 2027-yilgacha uzaytirmoqchi va shartnoma yakuniga yetganidan so'ng Flick rasman futbolni tark etarkan. O'zimni fikrimni bildiradigan bo'lsam, to'g'risi hayron qoldim. Chunki bunaqa yuqori darajada futbolni tark etish oson emas. Boshqalar qo'ldan kelgancha ko'proq pul topvoli deb ancha-muncha vaqtga bu sportda qolib kechadi. Lekin ularni ham ayblash menimcha noto'g'ri. Nima bo'lsa ham endi Flickni Barselonasini maza qilib tomosha qilish kerak deb o'ylayman. Viktor Gyökeres hozirda Yevropaning eng yaxshi to'purari va bu mavsumni borgan sari hammani hayratda qoldirayotgan o'yinchini atagina 80 million yevro evaziga sotib olish mumkin ekan. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Sporting bu o'yinchiga shunaqa narx qo'ydi. Hozirda o'yinchiga Barselona, kutilmaganda Manchester United va Chelsea jamoalari qiziqish bildirishyapti. Barselonada masalan Lewandowski albatta yosh emas, lekin klubga 80 million ham baribir qimmat. Manchester United
Unitedda esa Hoyland va Zirkze o'zini yaxshi ko'rsatishmayotgani uchun ulardan bittasini sotib olib, uning o'rniga Gyökereshni xarid qilishmoqchi. Ammo o'yinchi shaxsan keyingi yil Chempionlar Ligasida o'ynamoqchi ekanligini aytdi. United esa bilasizlar, hozirda Premier Ligada 16-o'rinda. Shuning uchun bu futbolchiga bosh da'vogarlardan biri menimcha Chelsea. Agarda ular Chempionlar Ligasiga chiqishadigan bo'lsa-da, 80 million ularga bu hech narsa emas. Nima bo'lsa ham bu o'yinchini keyingi mavsum kuchli jamoada ko'rishni juda ham istayman. Sizni fikringizcha bu o'yinchi yana qanaqa jamoalarga mos kelgan bo'lardi? Endi esa qolgan ma'lumotlar haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Tottenham Lucas Bergwall o'zining eng yaxshi yosh iste'dodli futbolchisi bilan kontraktini 2031-yilgacha uzaytirdi. PSG kecha Arsenal ustidan g'alaba qozonganidan keyin rasmiy ravishda Manchester United va Tottenhamdan ko'ra 2025-yilda ko'proq Angliya jamoalarini mag'lub etdi. Rudiger, Mendy va David Alaba barchasi Real Madridga kamida 2 oy boshqa o'ynasha olmaydi. Hammasi har xil jarohatlar olishdi. Batafsil Telegram kanalimda bu haqida yozib o'tganman. Bu mavsum Yevropaning top 5 chempionatlarida eng ko'p assist uzatgan o'yinchi Lamine Yamal bo'ldi. Eslatib o'tamiz, bu yigitcha atigina 17 yoshda. Va bo'ldi do'stlar, endi esa ko'plar kutgan vaqt keldi. Ya'ni-da quiz. O'tgan videodagi o'yinchini albatta har doimdek juda ham ko'p odamlar topdi. Albatta bu Lionel Messi edi. Bu safar endi rostdan ham qiyinroq o'yinchini beramiz. Kimda kim bu videoga like bosgan bo'lsa, bizni kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsa va birinchilar qatorida to'g'ri javobini yozgan bo'lsa, ana o'shalar keyingi videoda chiqishadi. Yana bir marta eslatib o'taman, bizni Telegram kanalimiz ham bor. U yerda yangiliklar har doim, har kuni birinchilar qatorida chiqadi. Shuning uchun bitta obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, ishoning, afsuslanmaysiz. Havolani sizga izohlarda qoldirib ketaman. Siz bilan esa futbol haqida nomer 1 kanal edi. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilab qo'yaman. Jamoalarga faqatgina g'alabalar tilab qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.